Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Xalq bilan birga umummilliy dasturi doirasida Buxoro viloyati Kogon tumanining Bahovuddin Naqshband mahallasida sayyor qabul tashkil etildi. Dastlab shu haqda. Tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengash deputatlari, partiya faollari, tuman hokimligi hamda tegishli davlat tashkilotlari mas'ullari ishtirok etdi. Ular mahalla aholisi bilan ochiq muloqot o'tkazib, fuqarolarni qiynayotgan masalalar yuzasidan murojaat va takliflarini tingladilar. Sayyor qabulda 70 nafardan ortiq fuqaro qatnashdi. Ularning murojaatlari batafsil o'rganilib, har bir masala bo'yicha tegishli mutasaddilarga aniq vazifalar belgilandi. Shuningdek, ayrim murojaatlar joyida ijobiy hal etilgan bo'lsa, qo'shimcha o'rganishni talab qiladigan masalalar bo'yicha mas'ullarga vazifalar yuklatildi. Bugun biz 12 Buxoro saylov okrugida bo'lib, aynan Kogon tumanidagi mahallalardan birida istiqomat qilayotgan aholini vakillari, faol vakillar bilan uchrashdik. Aholini faol vakillari ushbu hududda amalga oshirilayotgan islohotlarni e'tirof etdilar. Shu bilan bir qatorda o'sha o'zlarini takliflari va murojaatlarini ham yo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ta'kidlash lozim, o'tgan davr ichida ushbu mahallada qator obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Xususan bugungi kunda ushbu mahallada mavjud bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasasi 120 o'ringa mo'ljallangan edi va bugun yana 300 o'ringa mo'ljallangan qo'shimcha bino qurilishi olib borilmoqda. Qolaversa, mahalla hududida ikkita maktab mavjud bo'lib, ular birinchi sonli maktab u bugungi kunda kapital ta'mirlanmoqda va 24-maktab ham o'sha 220 nafar o'quvchiga mo'ljallangan va oxirgi yillarda u ham ta'mirlab berilgan. OPEC dasturi bilan hamkorlik 24,5 milliard mablag' evaziga ushbu maktabdagi 10,6 kilometr yo'lni asfaltlashtirish, ichki yo'llarni ta'mirlash, 100 ga yaqin tungi chiroqlarni o'rnatish va ariqlarni betonlashtirish bo'yicha ham ishlar boshlangan. Bunday sayyor qabullar aholi bilan ochiq muloqotni mustahkamlash, fuqarolarni o'ylantirayotgan muammolarni o'z vaqtida hal etish hamda davlat organlari va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.